Assalamu alaykum hörmətli televizor köygüçülər. Assalamu alaykum hörmətli televizor köygüçülər. Uyghur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşünüzü qarşılayırıq. Aldı bilan xəbərlərimizin mühim məzmunlarını tanışdırırıq. Şərq Türkistan'da Xitay hökuməti atalmış muştumzorluqni tugutish, rəzillikni tozalash hərəkəti berib, tutulğan 13 nəfər ticarətçiyə hökm e'lon qildi. Xitay ölkələrində Uyğurlarning nazorat qilish nishoni bo'lib atqanligini xabar qilindi. Ruhani Amerikaning terrorlikni bir vosita sifatida ishlatayotganligini aybladi. Türkiye tantarbiya mahirləri dünya səhnəsində arqa-arqadan çempionluğa erişdi. Dövlədə ixtilaf xəbərlərimizdən təfsili məzmunları olsun. Altay vilayetining Chingil Naisi sud mahkamasi 2 aprel xabarida Altay viloyatlik Partikom siyosiy qonun komiteti, o'rta darajalik xalq sud mahkamasi, Chingil Nailik siyosiy qonun komitetining birlikda o'rinlashtirishi bilan 31 mart ochiq sud ichib, Mamirbek qatorliq 13 nafar kishilarni bosqinchilik qilish jinoyati, qimorxona ichish jinoyati, o'ktamlik qilib chatoq chiqarish jinoyati, qonunsiz qurol saqlash jinoyati, to'plashib mushlashdan iborat 5 turlik jinoyat bilan ayrim 1,5 yildan 20 yilgacha muddatli qamoq jazosi berish bilan birga butun mol-mulki musodir qilinadi deb hukm chiqargan. Mazkur ochiq sudga 150 dan ortiq kishi qatnashgan bo'lib, yerlik qozoq aholilar mazkur sud natijasiga qattiq norozilik bildirgan. Hamda o'zini oshkorlashni xohlamagan bir kishining bildirishicha, Mamirbek Chingil Naisidan bo'lib 40 yoshda, yuqori ma'lumotliq tijorat bilan shug'ullangan bo'lib, nurg'un saxovat ishlarini qilgan. Nahiya hukumatining taqdirlashiga erishgan. Shundaqla 10 munavvar yosh qatoridan o'rin olgan bo'lsa-mu, amdilikda 20 yil muddatli qamoq jazosi bilan ayblangan. 2017 yil may oyida tutqun qilingan Mamirbek tutilgan vaqtida texnik mushtumzo'rlikni tozalash, razillikni tugutish degan so'z iboralar yo'q edi. Ta hukm qilinguncha Uyg'ur rayonida bundaq jinoyat bilan biror musulmonni ayblab baxmagan ekan. Türkiye'de turuşluq erzatning bildirishicha, Xitoy hukumati xalqaro jamiyatning besimida yaqindan buyon mushtumzo'rlikni tozalash, razillikni tugutish, qora jamiyatga zarba berish degandek jinoyat qalpoqlarini Uyg'ur va boshqa musulmon xalqiga majburiy atishi tunji qatim bo'lib, bundan keyin tutqun qilinganlarni seriq alvasti jinoyati va qonunsiz qurol-yarog' saqlash jinoyati bilan xohlagancha jazo berdiganligidan ansirganligini bildirgan. Bu masalaga qarata Sharq Turkiston Informatsion markazining raisi Abdulil Qarqash, Sharq Turkistonda Xitoy kommunistlari 70 yildan beri har xil siyosatlarni yurgizib, Uyg'ur, qozoq qatorliq musulmon qarindoshlarimizni dindan, urf-odatidan, tilidan yiroq qilish uchun har xil qonun tuzib kelgan bo'lsa-mu, aqidalik turk qavmi o'zining kimligini saqlash yo'lida nurg'un zulm sistem chekdi va qon to'kdi. Xitoy kommunistlari uning bilan bo'ldi qilmay, millatni va dinimizni tub yiltizdan yo'q qilish uchun aqidamizga yot bo'lgan tuhmatlar bilan boylarimizni, har sohadagi sarxillarimizni nobud qildi. Qarqash apandim yana inson haqlari tashkilotini Xitoy kommunistlarining bu xil razilligidan hezi bo'lishga chaqirdi. Zimiston to'ri 8 aprel kundagi xabarda yaqinda Xenan o'lkalik jamoat xavfsizlik idorasining ishki qurultay ro'yini o'rganish yig'inida terrorlikqa qarshi turish haqida qilingan muzokara planining mazmuniga erishgan. Mazkur planda ko'rsatilishicha, har qanday bir kishining Uyg'ur millatidan bo'lgan birini bayqab qolsa, uni darhol terrorlikqa qarshi turish ishxonasiga xabar qilishi va Uyg'urlarni nazorat qilish xizmatlarini yaxshi o'rinlashtirish yo'l yo'riqi berilgan ekan. Shundaqla Uyg'urlarning faoliyat harakatlari haqida uchur to'plash, ularning pulini nega ishlatayotganligi, nima setib olganligi, tur aloqalari, diniy faoliyatlari va uning mazmunlarining aniq bo'lish deganlar alohida muhim o'rin olgan ekan. Bundan boshqa yana Foyan shahridagi mehmonlar va to'rxonlarga Uyg'urlarni ko'rsa ma'lum qilish haqidagi uqtirishlar tushirilgan bo'lib, xiloflik qilganlarning terrorlikqa qarshi turish qonuni bo'yicha jazolanganligini ogohlantirilgan. Zimiston to'ri yana Xibey o'lkalik Partikom tarafidan e'lon qilingan yuqoridagiga o'xshash uqtirishni ko'rgan bo'lib, uningda Uyg'urlar xatarlik unsurlar deb ko'rsatilgan. Zimiston to'ri yana Xibey o'lkalik Partikom tarafidan e'lon qilingan yuqoridagiga o'xshash uqtirishni ko'rgan bo'lib, uningda Uyg'urlar xatarlik unsurlar deb ko'rsatilgan. İran prezidenti Hasan Ruhani Amerikaning O'rta Sharqda terrorlikni bir vosita sifatida ishlatayotganligini va terrorlik tashkiloti Daesh rahbariga panohlanish imkoniyati yaratib berganligini aytdi. Turkiya Ovoz radiosi xabari. İran prezidenti Hasan Ruhani poytaxt Tehronda davlatlik yadro texnika bayrami munosabati bilan o'tkazilgan marosimda so'z qilib, İran inqilob muhofazachi armiyasini Amerika hukumatining terrorlik tashkiloti deb e'lon qilishining xatolik ekanligini aytib, mutakabbir dunyo kuchlari va Amerika İran inqilob muhofazachi armiyasini terrorchi deb e'lon qilish orqali Iranning oldida yengilganligining va nafratining o'rnini to'ldirmoqchi bo'lyapti.
Bu xatolik İran inqilob muhofizatchi armiyasini texmi kuchlantirdi. Amerika Daesh rahbariga panohlanish imkoniyati yaratib bergan bo'lsa, İran inqilob muhofizatchi armiyasi Iroq va Suriyada ularga qarshi kurash qilmoqda degan. Hasan Ruhani Ironga tava yo'lovchi aeroplanining 1988-yili Amerika tarafidan etib tushirilganligini eskartib, yer shari xarakterlik terrorlikning boshlamchiligini sila qilyapsizlar. Paris qo'ltig'ida Iron yo'lovchi aeroplanini 1988-yili qaysi kuchlar etib tushirib o'tgan edi. İran xalqi va mas'ullarni qonga bo'yash uchun terrorchi guruhlarni qo'llab-quvvatlagan, ularni portlatqich moddalar bilan ta'minlaganlar amdilikda Ironni qo'rchoq hokimiyat davriga yondirishni orzu qilishmoqda dedi. Amerikaning o'z beshimchilik bilan chekinib chiqqan yadro kelishimidagi boshqa taraf davlatlarning mas'uliyatlarini ado qilishi kerakligini, undaq bo'lmaganda kelishimdan chekinib chiqib ketsa bo'ladiganligini eskartgan Ruhani, "Savr qilyapmiz, biroq savrimizning cheki bor. Savrimiz ojizligimiz emas, tadbirlar rayonimizning kelgusi uchundir. Iran bu jihatda boshqacharoq bir qadamni tashlasa mumkin. Agar bizni zo'rlaydigan bo'lsanglar, yuqori texnikalik, ya'ni atom suyuqlantirish mashinasini sijil ishlab chiqarishni boshlashimiz mumkin" deb ta'kidladi. Türkiye tənərkəçilik çempion bo'ldi. Indianapolis şəhərində ötküzülgən 19 dövlətdən 160 nəfər təntərbiyyəçi qatnaşqan Avropa meyiplar su üzüş dünya müsabiqəsində Türkiye komandasının Sümeyye Boyaçı 50 metr o'ngda üzüş türü boyunca birinci bo'lib altın medalga erişdi. Gruziyaning Batum şəhərində ötküzülgən Avropa ağırlıq götürüş müsabiqəsində Türkiye'dən Daniel İsmailov 67 kilogramlıqlar boyunca 147 kilonu üzüb götürüşdə birinci bo'lib altın medalga erişdi. Köygünüڭlarga rəhmət. Görüşkice aman bulunlar. Xeyr, xoş. Allah emanet.